Mana ipak qurtlarimizga barg berishni ham aytib o'tib ketmoqchi edim. Bilmaganlar uchun. Biz bargni berayotganimizda qurtlarimizga tikonlari bor barglarni tanlamasligimiz kerak. Unaqa barglar qurtlarimizni o'ldiradi. Keyin bargni shunaqa tekkizib berish kerak bo'ladi. Bo'lmasa qurtlar chiqa olmaydi, yuzga chiqa olmaganligi sababi takka qolib ketadi. Takka qolib ketganda ham ipak qurtlari katta kichik bo'lib qoladi. Mana shunaqa tegib turish kerak barglar. Iloji boricha tegib turmasa agar yuzga qolib ketsa, mana shuni olib shunaqasiga berib bo'lmaydi. Shunaqasiga qo'yib qo'ysangizlar qurt unga chiqa olmaydi. Chiqa olmagandan keyin qurtlaringiz takka qolib ketib, katta kichik bo'lib yuzga ilinib chiqib bilganlari yuzga chiqib olib yeydi. Qolganlari bargning ostida qolib ketaveradi. Takka qolib ketavergandan keyin katta kichik bo'lib qolib, ipak qurtlar yo'qotish bo'ladi. Chunki bizga pilla o'ramagan ipak qurtlarimiz kerak emas. U bizga minusga kiradi. Hammasi bir xilda pilla o'rashi uchun har doim bargni berayotganda mana shunaqa qurtni ustiga qo'yib, iloji boricha tekkizib bargni berishimiz kerak bo'ladi.